Konditsionerchi, santexnik akalarimiz ba'zi bir mahsulotdan ko'tarilgan devorlarni anker ushamayotgani to'g'risida videolar qilib chiqishdi. Shunga biz ham bu videolarni ko'rib, o'zimizning mahsulotimiz qanchalik darajada baquvvatligini tekshirib ko'rishga qaror qildik. Natijasini ko'rib turibsizlar, shu yerda hozir 350 kilo yuk ko'tarib turibdi. Mahsulotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastki raqamga aloqa chiqib ko'rasizlar. Mahsulotimiz shlaka blok emas, keramzit blok bo'ladi. Shlaka blokdan yengil, suv suvini ushiydi, uylarni zaxlatib yormaydi. Mahsulotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar akalar.